Yandex markasidan o'zim uchun, erim uchun va tug'ilajak farzandim uchun kosmetika mahsulotlarini xarid qildim va hozirgina rasko'kda chek qilamiz va necha pul xarajat qilganligini hisoblab ko'ramiz. Qani ketdik. Qo'l kremi, oyoq kremi, qosh geli, makiyaj sprey. Bu erim soqollariga keyin ishlatadigan soqol uchun serum, chaqaloqlar uchun shampun va bu kiprik yopishtiruvchi, uchun qaytoq, bularning hammasi